qilibdi. 26 yoshda o'rtacha uylanishyapti ekan. Sababi uylangani normal qiz kamayib ketyapti. Erkaklar bilan tengma-teng olishyapti, kamsitishyapti, urush janjal qilishyapti, baqirishyapti, erkak kishini обесценивать qilishyapti, qilgan mehnatlarini, ухаживаниясini va bergan mehrini должен deb qabul qilyapti ko'pchilik qizlar va osmondagi oylarda so'rab yurishibdi, o'zlari shu narsaga соответствовать qilmasa ham menga gelik bering deb mana qilib turishibdi. Shuning uchun erkaklarda ham umuman qizlardan hafsalasi sovib ketyapti. Da bordir orasida yaxshi qizlar, lekin yana qaytaraman, umuman qizlardan hafsalasi sovib ketyapti erkaklarda. Bu realniy fakt. Uylanishga qo'rqib qolgan erkaklar. Bitta qo'shimcha, любой mana shunaqa ayol kishini to'g'ri yo'lga boshlaydigan video ko'rsam, ayollar yozadi, erkaklarchi deb yozadi. Erkaklarga faqatgina yaxshi gap, mehr, gap qaytarmaslik, chiroyli muomala kerak. Boshqa hech narsa kerak emas. Videoni yozatsam, naushidagi ovoz eshitilib qolibdi, muzika. Xuddi montajga o'xshab. Bu muzikani tushunganlar tushundi, tushunmaganlar uchun ko'rsataman. Dota.